ma'lum bir kechasi qattiq yomg'ir yig'ib ketibdi. O'g'il farzand o'rnidan turib, ota-onam yomg'irdan baq qo'rqatdi. Men ularni yo'qlab kelsam mo'g'dak debdi. Bu chaqda o'g'ilning ayoli bizning uyimiz kona. Aksicha bizning uyimizdan ansirmakti yo'q. Ota-onamiz o'tirayotgan yip-yangi uydan ansirayotamsiz. Meningcha ota-onamiz shunda xotirjam uxlayotidi debdi. O'g'il yanada xotirjam sizlanib, ota-onasining uyiga qarab mangmoqchi bo'pti. Ayolimi, yolg'iz uyda qolatdimmi? Siz bilan birga boray. Ota-onasining uyiga birga beribdi. Qattiq yomg'irda ayol ikkisi ota-onasining uyiga yetib borganida bo'lsa, ota-onasi xotirjam uxlayotgan ekan. Shuning bilan ular xo'shal holda o'zlarining uyiga qaytibdi. Lekin qaytib kelib ko'gini bo'lsa, ularning uylari o'rilib tushibdi. Demak, ular ota-onasiga emas, o'zlariga yaxshilik qilibdi. Hikmat. Biz turmushda ba'zida boshqalarga yaxshilik qildik deb og'rinibmi qolamiz. Lekin boshqalarga qilgan yaxshiliklarimiz, yaxshi so'zlarimiz eng oxirgi hisobda o'zimiz uchundir.